bozor yaqinidan yo'qotirganlar uchun yaxshi taklif chiqyapti. Shundoqqina algoritm Chilonzor Sayqalli Qarshida joylashgan 9 qavatli bino 3-etajda 3 xona 68 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan xonadonimiz. Uy egalari Muqaddas opa uyi o'zlari obzor qilib beradilar. Qani opa? Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Uyimiz 3 xonadan iborat bo'lib, Sayqal restoranining to'g'risida joylashgan. Mana bu yerda oshxonamiz joylashgan. Keng, shinam, hamma qulayliklarga ega. Bu yerda sanuzil. Sanuzillarimiz alohida bo'ladi. Bu yerda yotoqxona, ikkita yotoqxonadan iborat. Ozoda, chiroyli, shinam. Bu yerda yana bitta yotoqxonamiz joylashgan. Koridorlarimiz ham keng, chiroyli. Uyimizni har bir burchagi biz uchun juda ham qadrli. Bu yana bitta sanuzil. Bu yoq mehmonxona. Xo'p, o'rtoqlar, uyimizni qisqa obzor qilib ko'rib chiqdik. Uy egalari muqassab ham o'zlari tanishtirdilar. Eng qiziq joyi narxga keladigan bo'lsak, bu atrofdagi xonadonlarni o'rgangan holda biz ushbu xonadonimizni 77 ming deb belgiladik. Ozgina kechadigan joyi bor. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, kelib ko'rib batafsil ma'lumotini olib, barakasini qilsanglar bo'ladi.